Keling. Sizga kim kerak? Menga doktor Parvozbek Hoshimov kerak edilar. Kiring. Hozir chaqirib beraman. Parvozbek, Labay. sizni so'rab kelishibdi. Hozir. Kim ekanlar bular? Salom, nega siz keraksiz? Juda yaxshi. Qani, kabinetimga. Bahora xonim bizga ikkita choy. Parvoz aka, Labay. sizda gapim bor. Qulog'im sizda. Qulog'ingiz menda-yu, ko'zingiz unda. Nima? Rashk qilyapsizmi? Rashk qilib o'limmanmi? Oyim bilan dadam Issiqko'lga dam olgani ketishayotgan ekan. Shunga ukamni qayerga qo'yishni bilmayotgan ekanlar. Juda yaxshi. Biznikida yashab tursa nima deysiz? Bemalol. Sizni ukangiz, meni ham ukam. Yaxshi. Lekin uni musiqasi bor. Oh, jonim. Musiqa. Jon tilim. Ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Nahotki siz taniqli raqqosa Zubayda Boynazarova bo'lsangiz. Ko'zlaringizni ishontiring, xuddi o'zlari. Platniy psixologlar mening dardimga darmon bo'ladi degan umid bilan oldingizga keldim. Xo'sh. Danlilaringizni surishtirdim. Elitaga obsluga qilar ekansiz. Так что, menga bu ma'qul. Xo'sh. Sizni nima bezovta qiladi? Meni problemam shundan iboratki, sahnada raqs tushib bo'lganimdan keyin yana raqsga tushkim keladi. Xo'sh. Короче, raqsni xumor tutaveradi. Siz oilalimisiz? Choy. Achchiq choy. Rahmat. Rahmat. Siz bo'shsiz. Oilalimisiz? Обслуживающий персоналиz ничего ekan. Qani singlim, bitta aylaningchi. Прекрасная фигура. Rahmat. Sizga emas. Shu qomatingiz bilan choy tashib yuribsizmi? Qani? Ram qilingchi. Ram, pam, tum, pum, bra. Qo'shnijon, erimdan ajralib qolyapman. Endi nima qilaman? Ey Xudoyim, boshimda shukurgiliklar bormidi? Opa, nima bo'ldi sizga, tinchlikmi? O'zi в чем дело? Butisi yerim jinni bo'lib qoldi. Nimaga jinni bo'ladi? Kechadan beri uxladi. Uyqusida o'ziga o'zi nimalar deb aljiradi. Ertalab radioni qo'ysam, o'ynab ketsa bo'ladimi? Ya? Nega o'ynaydi? Aytdim-ku, aqlda ozib qoldi deb. Bu o'shaning ishi. Yashamagur professorni bu qilmishlari uchun sudga beraman. Voydon, erim yechilib ketibdi. San'at meni jonidim. Tushunyapsizmi? Mana shu alvastik uylandim u. Hamma orzularim o'ldi. Kim alvasti? Sen alvasti. Iltimos, tishlaringlar. Nega tishlarar ekanman? Ha? Meni orzularimni barbod qilgan mana shu bo'ladi. Men qachon qaraman boshliq bo'lishimni istadi. Men to'g'risini aytsam, raqqos bo'lmoqchi edim. Tushunyapsizmi? Raqqos bo'lmoqchi edim. Это нереально. Hey, realnami, nerealnami? Baribir raqqos bo'lmoqchi edim. Qopqo'sh sahnada o'ynasam nima bo'lishini bilasizmi? Hey, senga uylandim u. Bir qop go'shtga aylandim. Gapiring. O'lib qolaman. Ungacha simatday ozg'inmidingiz? Ozg'in edim. Sizga uylanganimda. Yo'q, menga uylanganingizda kuyov kostyumingizni
zakaz berib tiktirganman. 70-razmer kiyardingiz. Ey, bas qilinglar, iltimos bas qilinglar, bas qilinglar. Boshimga ish dardini solganlaring yaxshiydi. Dildan hijron gardini olganlaring yaxshiydi. Boshimga ish dardini solganlaring yaxshiydi. Dildan hijron gardini olganlaring yaxshiydi. Yoding qoldi jonimda, ketding shu ahvolimda. Yoding qoldi jonimda, ketding shu ahvolimda. Bir umrga yonimda qolganlaring yaxshiydi. Bir umrga yonimda qolganlaring yaxshiydi. Boshimga ish dardini solganlaring yaxshiydi. Dildan hijron gardini olganlaring yaxshiydi. Dildan hijron gardini olganlaring yaxshiydi. Ketib mehringga zardan, gul olibsan bir yordan. Ketib mehringga zardan, gul olibsan bir yordan. O'shal bizni ag'yordan, tonganlaring yaxshiydi. O'shal bizni Dorini kuchi dahshat-ku, ha? Dahshat. Ay, Zubaydaxon. Ana qomat, ana chiroy. Meni xotinim Bahora sizni oldingizda tarnozdan oqib tushgan muzga o'xshaydi. Nima? Voy, 200 namachi? Bir do'stim aytgan edi. Men xotinim bilan do'st va aql yashaymiz deb. Qahvoq. Xotin bilan do'st bo'larkanmi? Do'stni aldash mumkin emas. Xotinni esa bir zumda aldash mumkin. Nima? Xotini kim? Men-ku. Xotinim emishlar. Har payshanba bahonasi bor. Tag'in ko'ngillari edishmaydigan mashina istab qopti. Tiya,
Hammam arzu o'qiganda. Hali shunaqami? Endi o'zingizdan ko'ring. Zubayda. Yo, unday qilmang. Ha, mayli, qo'ymadingiz-da. Ya, bahorim. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Tinchlikmi? Yolg'onchi. Bahorim demang. Bildim. Hammasini bildim. Tarnovdagi muzmishman. Nima? Ya? Bu nima qiliq? Ha? Voy! Qayoqqa qotlandingiz? Ya? Yetar. Bas ketaman. Qayoqqa ketasan? Ketaman. Qayoqqa? Oyimnikiga. Hammasini Adamlarga aytib beraman. Hech narsaga tushib ketganim yo'q. Nimadan talashyapsizlarmi? Oh, sen aralashma. Keling, yordamlashib boraymi? Voy! Menga qarang, bahorim. Bahorim. Zubayda. Judayam tanishisan. Ketdilar. Kelayim ketdilar. Menga qara. Sen kelayinga hech narsa demaganmiding? Yo'q. To'g'risini ayt. Tavba. Hech narsaga tushayotganim yo'q. Hammang o'zimda. Uni erkalatib yuborganman. Nima gap? Keling, ketib qoldilar. Niye ketib qoladi? Xafa qildingmi uni? Lekin hech narsaga o'zim ham tushunayotganim yo'q. Nega xafa qilaman? Bor, qaytarib olib kel. Qanday ketgan bo'lsa, shunday qaytib keladi. Aflotuni. Aflotuni? Nahotki hamma gapni Nima shovqin, tinchlikmi? Kelinim ketib qoldi. Voy, nimaga ketadi? Voy, men qattan bilaman. Bu uyda nima bo'lyapti o'zi? Hayronman. Unda siz ayting, nimaga ketib qoldi? haqiqatni aytganim uchun. Ha, qo'yavering. Men ham erimni boylab qo'ydim. Bekorlarni aytganim uchun. Qani psixolog ham qo'lingizni qo'yib yuboring. Ana professorni militsiyaga topshiramiz. Nima uchun? Voy, nima uchun bo'ladi? Kasofatni yaratgani uchun. Men qo'l qo'ymayman. O'zingiz guvoh bo'ldingiz. Erimni esini og'dirib qo'ydi. Men asl kashfiyotning yaratilganiga guvoh bo'ldim xolos. Voy tavba! Bunisini ham to'g'ri ketibdi-ku. Baribir uni militsiyaga topshiraman. Ana ko'rasiz. Opa! Pocham yana yechilib ketdilar. Voy dod, erim yeshib ketdi.
qabul qilolmaydilar. Chunki ularning bahorlari ketib qolib, butunlay qishga aylanib yotibdilar. Hey, bir kun chaqmasdan tura olasanmi? Voy, sizga armi deb chaqadigan? Ana mijozlaringizni qo'ng'iroqqa o'zingiz javob bering. Oynasa bo'larkan-ku. Oğlum, oyunu orgacha ko'rmading. Ishonasanmi? To'g'rimi? Aytgancha. Onangiz qo'ng'iroq qildilar. Xo'sh. Mendan boshqa hammaga salom dedilar. Salomat bo'lsinlar. Oğlum, yana mazan yo'qmi? Oralaringizdan biron gap o'tdimi? Bilmadim. Men bilishim kerak-ku. Otang manag'i. O'zim borib olib kelaymi? Yo'q. Keragi yo'q. O'zi qanday ketgan bo'lsa, shunday qaytib keladi. Tushunarli. Aha. Xotinni orasiga faqat aytgancha Husan akang bor-u, o'sha men choyxonada kutyapti. Ozgina shesh-besh uyga sig'may qoldim, o'g'lim. Mayli. Chehrang ochilar ertaga. Aman g'animatman. Adajon, keling o'zim yordamlashib boraman. Rahmat qizim, rahmat. Barakallah. Qani qizim. Voyjon, rahmat. Tez keling. Hop. Hammasiga mana shu aybdor. Namanganni olmasi anori bordir ey. Uni band etgan o'sha. Qayoqqa ketadi? Qayoqqa ketishi mumkin? Tinchlikmi? Kechirasizlar. 2 kundan beri gipnoz dori solingan balonini qidirib topa olmayman. Mabodo ko'rmadinglarmi? Ana u. Mani erimni jinni qilgan mana shu jo'diga. Kislonaga o'xshamayapti. Ko'rgan ko'zim yo'q. O'tiringlar. O'tiringlar. Xo'sh, qani o'sha sehrli dori? Yo'q. Albatta bor. Erimni jinni qilgan o'sha dori bo'ladi. Men jinni bo'lganim yo'q. Ana ko'rdingizmi? Qo'yday yuvosh essiz erginam. Ishonmasangiz, mana bu yigit hammasiga guvoh. Siz men qarang. Ismi sharifingiz? 5-marta takrorlayapman. Agar xotirangiz chatoq bo'lsa, yozib qo'yish kerak edi. Nechinchi marotaba so'rash? Bu meni ishim. Lekin siz men bergan savollarga javob bering, o'rtoq. Parvozbek Hoshimov. Qabilangiz? Hoshimov. Parvozbek. Xotamovich. Uylanganmisiz? Ha. Kelin qani? Ketib qolgan. Ketib qoldi. Qayerga ketadi? Uyga. Nimaga ketadi? Bilmadim. Demak, urgansiz. Yo'q. Unda nega ketadi? Bilmadim. Xo'sh. Siz-chi? Men Komilov Aflotun Yo'ldoshevich bo'laman. Aflotun. Nimaga Aflotun?
Dadam bir donishmandga havas qilib, Aflotun deb qo'ygan ekanlar. Nimaga qo'ygan ekanlar? Haligi Mayli, buni ahamiyati yo'q. Siz nima ish bilan shug'ullanasiz? kamina kimyogarman. Uylanganmisiz? Xotiningiz bormi? Yaxshiyam yo'q. Bo'lmasam zaharli dorilarni dastidan allaqachon o'lib bo'lardi. Opa, sizdan bir dor berganlar. Uydagi sichqonlar suvaraklar bilan birga qirilib ketgan. Saralashma. Xo'sh. Qani o'sha dori hozir? Qaysi dori? Jinni qiladigan, kasofat qiladigan dori. Bilmadik. Nimaga bilmaysiz? O'sha doridan xillab turarmidingiz? Ha, endi haligi hidi chiqqanda dumo ko'rib turardi. Aniqrog'i? Hidlardik. Dorining nomi qanaqa edi? Aflotuniy. Toksikomaniya. Nima ma'ni? Gruppovoy toksikomaniya avj olgan bir paytda jamoa ahllari qayerga qarashyapti? Bu izlanishlarga keskin chora ko'rish kerak degan edim. Menga qaranglar. Bu masalani men majlisda ko'ndalang qo'yaman o'rtoqlar. Abbo! Siz ko'ndalang qo'yguncha mana bu hammaga hidlatib bo'ldi. Mayli. Kechirasiz. Siz ismi sharifingiz? Ismi sharifingiz? Parvozbek Hoshimov Xotamovich uylanganman. Xotiningiz ketib qolganmi? Ha, dorining nomi nima edi? Aflotuniy. Ha, dorining rangi qanaqa edi? Rangi yo'q. Yo'q. Yo'q edi. Ha, yo'q edi. Yo'q. Hidichi? Hidi? Hidi bor edi. Bor edi. Bor edi? Bor edi. To'g'ri. Ha, dorining o'zi bormidi? Qani dori? Dorimi? Dori? Mana. Dori topildi. Militsiyamizga shon sharaflar bo'lsin. Voy, Fardaxon dorimish. O'zingizga kelib qoldingiz. Ashyoviy dalil qo'lga kiritildi. Endi jinoyatchimizga qarshi keskin chorani qachon ko'rasiz? Jabrlanuvchi sifatida birinchi bo'lib guvohlikni mana men beraman. Ha? Bu bezorilik. Bu dorini albatta biz laboratoriyada yaxshilab tekshirtirib, xabarini sizlarga Salom. beramiz.